Obunachilar, mana Nurli akamiz yangi partiya ikki bosh bo'g'oz o'ta udorlardan keyin videoni oxirigacha tomosha qilib turaverasizlar. O'ta sifat bo'yicha, suti bo'yicha hamma yoqda yorib boradigan mollar keyin. Obunachilar, ikkinchisi bitta joyda turganlik uchun bilan sho'g'li qilib turibdi inshaalloh. Assalomu alaykum Diyorbek Uz kanalining obunachilari, YouTube chorva ishqibozlar. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi videorolikda inshaalloh bo'g'oz so'ragan obunachilar uchun mana shu video sizlar uchun maxsus inshaalloh tomosha qilib turaverasizlar. Bo'g'oz variantlaridan keyin ikki bosh sotiladi. Rossiyskining o'ta udorlaridan yelindi tarsilat 30-35 litr sovuradigan xonachilardan keyin obunachilar. Sizlarga bugungi videoda yoritib qo'ldan kelgancha obzorni qilib beramiz. Bugun hafta kuniga dushanba 2025-yil 29-dekabr. Videomiz bo'lyapti Farg'ona viloyati Buvayda tumani Qo'ng'irot qishlog'ida. Xudo xolasa Nurli akamiz xonadonda mehmonmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Diyorbek. Kelib qoldingizmi? Xudo xolasa ikki bosh bo'g'ozlarda o'ta gullardan, zo'rlardan kelgan. Qo'ldan kelgancha yoritib obzorni qilib beramiz. Bitta like bosib qo'yasizlar inshaalloh. Video yoqsa havas qilganlar bitta like bosib kommentariy yozinglar, qoldiringlar inshaalloh. Bunimiz to'qol variantidanmi? To'qol varianti. Zoti nima endi bir aytib ketamiz. Zotini endi bilmadik, bizdan ishimizni o'rganamiz. O'zingiz boqqansiz, dehqonsiz. To'qol shekli, shoxi yo'q variantidan. O'ta sersutumol bo'ladi bular obunachilar. Bitta ko'rib baho berasizlar. Ranglari ham o'ta kelib qo'ygan gullardan keyin. Bitta like bosib qo'yinglar inshaalloh. Sizlarga yoqadigan video bo'ladi. Ostidan qaranglar obunachilar. Inshaalloh katta ust berib, katta yelin soladigan mol bo'ladi. Bo'ylari necha endi buni? Bo'ylari 135 qoladi. 135 kelib qoladi. O'z boqilgan necha oy bo'ldi buni olganingizga? Uni 4 oy vaqt Diyorbek. 4 oy o'zingiz boqdingiz. Obunachilar sigirni bolasi emas, bu o'zi olib boqqan bu molni o'zi. Qochirib netib. Tayyor qochgan emas-a? Tayyor qochgan ekan. 5 oylik bo'g'oz. Xunajin varianti so'raganlarga mana xunajinda. Tish olgani yo'q. Kurak tishi yo'q hali ham. Tishi yo'q bunisini. O yaxshi. Mana ikkinchi qoringa 6 kurak Diyorbek. 6 kurakka olaveradi. Kelalarni qaranglar obunachilar, bitta like bosib qo'yasizlar. Turishiga baho beringlar. Ranglari o'ta tiniqlardan keyin ekan. Bo'yi 1.35 yilda. 31-35 ga. 30 ga ham olsin. 1.30 ga olaveringlar. Uylarga borgandan keyin plus minus bo'lib qolsa. Kattaroq chiqsa xursand bo'laverasizlar. O'ta ranglar tiniqlardan keyin ekan. Yedishtilari ham yo'qlariga sinalgan, garantiyalar bor. Bular yashur bo'lmagan-a? Yashir bo'lmagan bular. Emlamalar qilingan. Qilingan variantlarda mana. Rossiyskiy shoxli variantidan kelgan ekan obunachilar. Buni bo'yi necha endi? Nurli aka. 1.30 ga olaverasizlar. Eltirib ko'rsatib qo'ying. Kallalari ham o'ta zo'rlardan ekan obunachilar. Ranglari o'ta gullardan, xudoolasa katta sut beradigan mollardan mana obunachilar. Ostidan ko'rib baho beringlar. Xudoolasa yelini soladi bularlancha. So'skalari uzun oq yelin variantlardan. Xudoolasa ishonarli bo'g'oz so'raganlar. Bunimiz necha oylik bo'g'oz? 10 kunlik qoldi. 10 kunda tagiga bolasi tushadi. Bolasi yelinda endi soladi bu mollar, ha? Endi boshlab endi soladi. Bunimiz necha kunlik bor endi? Yo'q, shunaqa 15 kun 20 kunda qolsa. Hasa 20 kun uzoq, ha? Ha, 20 kun. Xunajin bo'lsa 15 kunda, ovoz bo'lsa 20 kunda tagiga bolasi tushadi. Yaranchasi soladi bular, ha? So'zkalarga baho beringlar. Molda o'ta ranglari ham tiniq gullardan kelgan ekan. 20 kunligi bor buni, nerigini 10 kunlik deyildi. 10 kunligi bor buni. Rossiyskining shoxlisidan so'raganlarga, buni Rossiyskining to'qol variantidan so'raganlarga. Beliga baho beraverasizlar. Beldorlardan mana obunachilar. O'ta korobkalari ham o'ta kep qo'ygan go'zallardan. Turishini qaranglar obunachilar. Bitta like bosib qo'yinglar inshaalloh. Sizlar qo'ldan kelgancha yoritib video obzorni qilib beraveramiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Sovuqda bozorga chiqib buni qilib yotishdan ko'ra Diyorbekizga obuna bo'lsang, biz qo'ygan videolar sizlarga birinchilardan ko'rishga muyassar bo'lasizlar.
Beldor, bellari zo'rlarda. Bunimiz pulni nech pul deymiz endi Nurullo aka? Buni Berbek 37 million yuramiz. 37 million. Bir tushib bermaysizmi? Shu beramiz, kamida 37 million kamini. Kamini qilib beramiz. Bunimiz pul nech pul endi? Buni 39 million yuramiz. 39 million xayri bor. Bir obunachilarga 38,5 million desak bo'lmaymi? Siz obunachilarni aytavering, 38,5 million. 38,5 million kami bor. Albatta hayron qilib beriladi. Dastlabkilari Dastlabkilari deb o'ylab beramiz. o'zingiz olib borib berasiz, ha? 6 kurak, ikkinchi qoringa 20 kunlik bo'g'oz bu. O'ta ranglari ham gigantlardan kelgan ekan. Bitta lakni bosib qo'yibsizlar. Bunimiz 10 kunligi bor deyilyapti. Birinchi qoringa kurak yormagan. Xudo xolasa ishonarli bo'g'oz so'raganlarga. Uyga borib yetiltirib ichaman degan obunachilar uchun ham albatta narxlarni yengil qilib beradi. Vodiy bo'ylab dastlabkilari bo'lyapti ichida. Tez aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlar qo'yib qo'yak. 97lik. 97 kodi bilan 596 596 26 91. 2691 raqamiga tez aloqaga chiqaverasizlar. Shoshilasizlar. Bir yetaveramiz. Bitta yerda boqilgan mollar bular. Xudo xolasa yurishlari, kasalliklar ham yo'qlarga garantiyalar bor ekan. Yashur bo'lmagan mollar bilan emlamalar qilingan ekan. Turishiga baho beringlar. O'ta zo'rlardan. Ham yo'qlari zo'ray. Turishini qaranglar obunachilar, shoxlari ham o'zi kallasini o'zi $1000 deydi-yu. Xuddi shunaqa mollardan ekan. Ostilari ham o'ta zo'rlardan. Hali yelin soladi bu mollar. Inshaalloh. Sers mollar bular. Belavering. Obunachilar bu yelin endi boshlab qolgani bu. Bo'ldi degani bas, bali yelin tirsillatib kamida 30 ta 35 litr sut beradigan mollar mana mashlar bular. Mendan bir yetalaymiz ham. Ikkinchi qoringa deyilyapti obunachilar. Ostidan qaranglar. Kallalarning o'zi ham cho'tkilaridan mana obunachilar. Laklar bosib qo'yishlar. Sog'liqlari joyida. Tuyoqlarni ko'rib turibsizlar o'zi. Mol o'ta sifatli sortlari nomeradillardan kelgan ekan. Orqa beldorning qaranglar obunachilar, bu mollar bozorlarga ham chiqmayapti hozir. Yelinda hali soladi bular inshaalloh. Katta sut beradi. 37,5 million deyildi bu. 38,5. 37 deyilgan bu. Albatta hayrini qilib vodiy bo'ylab dastlabkilarni qilib beriladi. Obunachilar hammalarga rahmat. Bizni kuzatib turayotganlar uchun. Xudo xolasa yana videolar qilamiz. Kuzatib turinglar. Like'lar bosib turasizlar jigarlar.